И hammaga salom do'stlar, bu sizlar bilan men Crash do'stlar. Zo'r biroz tartibsizlik chunki mashinalarni artayotgandim, yuzatgandim do'stlar, chunki bugun tozalik kuni ekan, mashinalar iflos bo'lib ketibdi. Artib tozalab qo'yishim kerak edi. Bilmayman qopdan do'stlar, uxlab ham qopdan. Mana bola o'sha Aston Martin attanibdi. Attanib qo'ydim. Do'stlar, ko'p bilganlaringdek mashinalarni men o'zim olib shuni qilganman. Xo'sh, bola endi baribir tartibsizligi bola odam yo'larkan. Xo'sh, Mercedesni yopamiz. Battan atamiz ichida. Ayni chiqmadi, bagajnikni yopamiz. Ey bo'ldi, chopdi. Do'stlar, mana o'sha uy nomli sentiment olganimga kecha oldim do'stlar bu uyda. Bu mashinalarni ham joylashtirib oldim do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar. Do'stlar, короче, boshqa aytmay qo'yaveray. Xo'sh. Mana istalba turibdimi? Voy. Xo'sh. Bolalar, zo'r narsani aytayman. Tasavvur qiling, siz uy oldingiz chiroyli. Mashinalarga qarasa tulkadan unaqa joy ko'rasiz. Taqir-tuqir bo'ladi do'stlar. Yana ham zo'r uyda televizor yo'q ekan, televizor qo'ydirish kerak. Xo'sh, bolalar, bugun men uyda obzor qilmayman, chunki sizlar bu uyda o'zlaring ko'rib ham, olib bo'lgan bo'lsalaring kerak. Xo'sh. Men bu gapni chiqib tushunmadim. Mayli do'stlar, Mercedes'ni getirib. Конечно. Bismillahirrohmanirrohim. Do'stlar, uxlab qoldi. Yaxshi ketdi. Xo'sh do'stlar, bugun men yangi uy olishim kerak do'stlar, chunki почти hamma uyim to'libdi. Xo'sh. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, bu Mercedes bugun oldim. To'g'risi bu Mercedes cho'tka ekan. Xo'sh, yangi do'stlar, biz uy olishimiz kerak. Men oldin uy anaqa ko'rsatadigan joylarga boraychi. Xo'sh. Bu mana mashinalar shekilli do'stlar, mashina. Zo'r. Ana, точно shu uy do'stlar. Mana shu uyni menga kimdir bermoqchi edi. Bugun biz shu uyga birinchi mashinamizni qo'yamiz. Shuni men sizlarga aytmasam bo'lmas edi do'stlar. Mashinam kirib olmadim ekan. So'tsam kirib olmadimmi? Yo'q. Xullas, men chiroyli do'stlar tushamiz. Wow. Mana shu uyda o'g'lamiz ochamiz. Xo'sh, wow. Cho'tki do'stlar, как размашта mashina mo'qlash. Qo'yamiz. Zo'r. İkinci etajda görülücü do'stlar. İkinci etaj ham zo'r. O mash spalni bo'lsa kerak. Yaxshi ekan do'stlar. Bemalol oshxona, zo'r, cho'tki. O balkoni ham bor ekan bolalar. Bemalol uxlab o'tiramiz ekanda. Yani. olamiz, görücü.
Bitta odamlardan to'planib qolibdi. Yaxshi bola bo'lmasa bizga birinchi mashinamizni shuncha olib kelishimiz kerak bo'ladi. Qaysi mashinani olay do'stlar? Biz kompaniya ochamiz va avtomobillar xo'sh. Bitta mashina qo'ydim kemayapti mayamda. Shu bittadan normal mashina yo'q. Son qanaqa? Bitta variant bor. Xo'sh. Yo'q, yana boshqa bo'lmasa ekan. Bularda olganman. Bitta mashina. Yo'q, bir tuzi normal esa yo'q ekan. Bu odalardan o'zi battanchi. Yo'q, bitta normal bir mashina yo'q ekan. Bitta shu ahvol. Bittachi. Bilmadim, bo'lmasa kerak. Bitta ham yaxshi mashina yo'q do'stlar. Bittachi. Battan bola karvatda bor ekan. Karvatdan oladi do'stlar. Biz men karvatdan olganimda ko'rishamiz. Bola mana karvatdan oldim so'nami. Xo'sh. Endi bizga bu mashina chamizadi. Shuning to'g'risi bu bola. Diskasini boshqa ko'rinmoqda. Bola mashina qanday tushunsa bo'ladi. O'zlaringiz kommentariyada yozinglar agar biron bir chatoqroq qilib qo'ysam, sizlar kommentariyada yozinglar. Sizlar aytganda qilamiz yoki o'sida yozmasalar mashina turaveradi. Bola biza har qanday sinab ko'raman. Давай, bunga erishganini keyin ko'ramiz bola. Yurib do'stlar, adabda olyapman. Sizlarga yaqinda turistlarga yaqin bo'lgan. Ursi shoyida tashqari sovuq yuzlab yotibdi bolalar. Bilmadim nima qilamiz. Bu mashinani bolalar bemalol tushunib qo'ysa bo'laveradi. Mana hujjatga yarashdi. Qo'ylar. Xalqga ketadi. Mana men xalqga ketdim. Ya bolalar. Pastiga chiqamiz. Balonda shunchalik o'zimizdan o'rnatishimizdan orqasiga qo'yib Melisa qandoq bilib bunday tarafdan ketsa ishda var. Şu Minecraft'ta kasaydı. O da за Halloween yapıldı. Ne bulduk? Tamam. Orada çıkıyor. Okey. Anam da sağ ol.
Ne do'stlar? Qale, yaratdimi? Bo'ldi. Qale. Bo'lmadi, do'stlar. Ular do'stlar mana shu birinchi mashinamiz. Sekin. Voy do'stlar, uni otib yuboradi hozir. Drift mashina ekan do'stlar bu. O'shani drift qilib rekord qo'yamiz. Mashinamizni yuvib olamiz. Do'stlar, Corvette yaxshi mashina ekan, men qo'yganimga ancha bo'ladi. Bola yangi обновление chiqdi, men yangi обновление o'ynayapman. Bu обновление cho'tki chiqdi do'stlar, sizlar ham o'tkazib o'ynaylar. Если xohlasalaring, men Telegram kanaliga mod tashlayman do'stlar. Keyingi videolarda Telegram kanaliga qo'shilib qo'yaverasizlar. Hozir ochganman, do'stlar, Telegram ochdim. Do'stlar, mashinani tashlayman. Kerak, mashinani tashlayman deb mashinani men qo'yib qo'yaman, dam olaman bolalar. Sizlar ham videoga like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Xo'sh, mana do'stlar, mana shu Corvette'ni biza qildik. Birinchi mashinamizni qildik. Bu bolalar bizning birinchi mashinamiz. Masalan, men ham dam olay bolalar, sizlar sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan hollaring kirish, volibda narsangizni chiqarmanglar, mashinani umumiy sistemada baholab qo'yinglar. Bo'pti, paka.